Jamshidbek og'am Qo'shko'pir G'azovat elindən Pirjon adamlarımızın farzandlari Taxta bozordan ish faoliyat yurityaptilar. Qaranglar aziz do'stlar, videoni o'tirmang ko'ringlar. Oxiridan ko'rsangizlar zo'r sizlarga foydali ma'lumotlar. Kronholz Rossiya zavodidan to'g'ri birinchi qo'ldan Jamshidbek ham shu yerda yana savdo etishingiz uchun birinchi qo'l bahada sotib beradilar. Samarqand, Urgutdan shiperlarimiz kelib turibdilar. Birinchi qo'l bahodan zavod narxini olib ketaverasizlar, xudo xolasa nasib etsa. Do'konimizda, yana bozorimizda assortimentlarimiz ko'p. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Videoni o'tirmang, batafsil ma'lumotlarni ko'rib qolsangizlar bo'ladi. Videoni o'tirmang ko'ramiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Shofyor Bozorboyev YouTube kanalimiz obunachilari. Aziz do'stlar, Taxta bozorga kelganmiz. Yana Urganch Taxta bozor. Taxta bozorda ne yangilik desizlar? Bizani G'azovat qishlog'imizdan Jamshidbek og'amiz shu yerdan Taxta bozori ichidan do'kon ochib qo'yibdilar. Xudo xolasa nasib etsa, to'g'ri Rossiyaning Kirov shahridan Kronholz zavodidan birinchi qo'lak kelib Taxta bozorda sotib turibdilar. Shu an G'azovatlari Qo'shko'pir rayonimizni shu yangilikdan bir bahobar atalab keldik. Xo'p, Taxta bozorining darvozasi shu yerdan kirib, girgani chap qo'l aylanasizlar, ikkinchi naviyasini teyinda. Jamshidbek og'amizni tanishtiradigan bo'lsak, Pirjon odamlarimizni G'azovat qishlog'indagilar, Daniyada ko'pchilik insonlar farzandi Ozodbek ham bor. Telefon remont etadigan Ozod ham bor. 5-6 yil bo'lib ketdi endi Ozod og'am ishlab o'tirgan. Hamma Daniyada. Shuni og'asi Jamshidbek og'am shu yerda do'kon ochib qo'yibdilar. Hozir ko'rsatamiz, xudo xolasa. Instagram, Telegramlarni qolaversa telefon nomerlarini yozib ketamiz. Aziz yurtdoshlar, do'stlar, yana hozir aytib o'tganimiz, yana Taxta bozordan darvozadan kiraverishda chap qo'lda yana shuning ikkinchi naviyasini teyinda o'zimizni Jamshidbek og'amiz shu yerda ish faoliyat boshladilar Taxta bozorda. Yana 2 yil bo'ldi. Bu yerda yana Rossiyani Kronholz zavodidan to'g'ri promoy kelib turibdi bu yerda tovarlarimiz. Shu to'g'ri kelib turgan tovarlar, stropillar, hamma narsalar to'g'ri shuna birinchi qo'l bahodan sizlar beradi. Jamshidbek, assalomu alaykum yana bir marta. Hol yaxshimi? Rahmat. Ishlaving bo'lsin. Tabrik deymiz. Berakda turib ishamiz, quyosh tushadi yo'qsa. Kengina. Yaxshimi? Ey rahmat, Xudoga shukr. Ishlavingdan bo'lsin, ag'a, tabrik deymiz. Xudo xolasa shu G'azovat xalqina yaxshi bo'lsin deb sana murojaat qildik. Arzon qo'ydik baholarni, taxtalarimiz har xil razmerlardan bor. Berindi, Xudo xolasa siz boshlayapsiz axir bu yerda. Xudo xolasa. G'azovatlardan nasib etsa, Xudo xolasa 2 yil oldan Taxta bozorining darvozasi bu yoqda, darvozadan kirib, chap qo'lda ikkinchi navestinda boshladi og'am yana do'konni. Hozir adresini yana bir ko'rsatib o'tamiz. Endi bu yerda baholari kelishtirib berasizmi endi? Albatta. Birinchi qo'l o'zingizga. Shofer ham ota nazarim ikkisi. Xudo xolasa skidga beraveramiz. Nasib etsang, Xudo xolasa. Baholarni tanishtirib chiqadi ukamiz. Badiarbek do'stim, xalqqa eng foydali taxtalardan ko'rsatamiz. Xudo o'yindan ko'rsatamiz, olib turganlaridan. Bu pollik taxtamiz bo'ladi 14 ta 2,5-4 metrlik. Yo'nilgan tayyor narsa. Bahosi 58 ming so'm. 58. Yo'nilgan to'g'ri tayyor olib borib qo'yaveradilar. Boshqa xarajat etib yurmaydilar. Yo'nilmagan ham bor, ularni ko'rsataman. Buni 58 dan beraman dedingiz axir. Xudo xolasa. Sasdan narsa. Bo'ldi. Benim tovarlar ko'p, hammasi uchun ko'proq vaqt ketadi. Shu asosiy xudoga yetib turgan narsalaringizni ko'rsating. Qo'lda teyra, shiferlik 4 metrlik yana 11. Stropillar. 4lik narsa bo'ladi. Bahosi 65 ming so'm. Bomdor tayyorang. Avval, men zavodga narsa. Birinchi qo'l axir hamma narsangiz. Olib sotarlikmas? Yo'q. Qani yana ularga ko'rsatamiz endi. Ana o'zimizning G'azovatli og'alarimiz shu yerda ish boshlaganlar 2 yil bo'ldi. Kelaverasizlar, Xudo xolasa nasib etsa. G'azovatlar uchun ajoyib bir yangilik. Nafaqat G'azovat, Qo'shko'pirning barcha rayoni kelaverasizlar, Xudo xolasa. Shu yo'nilgan taxtani 6 metrligi. 14 ta 2,5. Bahosi 90 ming so'm. Ha, buni bahosang? 6 metrlik. Ha, 6 metrligi. Bu yoqda endi qo'ri taxtalamas shiperlar ham kelibsizlar. Ona o'tamiz hali, Xudo xolasa. 4 metrlik taxtamiz bor, 15lik yeni. Bu yo'nilmagan xilasi 45 ming so'm. 45 ming so'm, ha? Ajoyib. Assortimentlarimiz ko'pina. Rekalar ham bor bu yerda, stropillar ham har xil variantidan bor. Rekalarni bu yerda ko'rsataman. Ha, rekalar ham ko'rsatib beramiz, ha? Yana Taxta bozori ichida yana ikkinchi naviyasini teyinda joylashib turibdi og'alarimizning bozorasi. Ha, bu yoqda, ha? 6 metrlik rekamiz bayna 5,5 metrlik. 6 metrlik, ha? 5,5 dedingiz? Bahosi 4,5 ming.
Ha. Endi Qo'llik taxtamiz arzoni var. 72 ming so'mdan, yana 13 lik. 2 yarımlık taxta. 6 metr. zallar uchun, Avon. dalg'alar uchun. Xonani 540, 510, 360 değerli razmerli taxtalarımız var. Bu 540 lik yuradi. Va buna bahası 73 ming so'm. Yani 15'e 2 yarımlık. 540 ekan. 73 mingdan ang bular. Taxta metr. Joy bastırır marka için 20'ye Stropilla. 5'lik, 570'lik uzunası. Bahası 220 ming so'm. 20'ye 5'lik kalın. Bunda yana 4 metr yon olmayan taxtalarımız var. Zavadskoy narsa özlügeyen. Bahası 55 ming so'm. 4 metrlik. Bunda 6 metrlik var. En arzon 6 metrlik taxtamız yana sifati zo'r. Sansnavaj. 15'e 2-3'lik. Bahası 80 ming so'm. Xo'p, yanda narsa tovarlar ko'p. Aksiyadagi taxtamız var bunda. Qani? Yana Shundan ko'rsatinglar. 6 metr. Beyramel'den. Avan 540, 570'liki var. Yani 13'e 2,5 taxtamız. 6 metrliki 72 ming so'm. 540 65 ming so'm. 570'liki var. 68 ming so'm. Aksiyada. Ina. Aksiyadan foydalanib qolasizlar, xudo xolasa nasib etsin. Endi bu yanda stropillarni ko'rsataman dedingiz, ha? 6 metrlik strapil. Ha. 11'e 4'lük derslerimiz. Yine sifati sasnavaj. Bahası 87 ming so'm. 6 metrlik narsa. Rekelerimiz bayna en zoru 6'lık yeni 5,5 ming so'm puli. En zoru. Bunda yana 9'lık strapil var. Halkımızda en çok tanlava katon dersası ardan. Bu yanda endi. Tamam, zo'r. Ina, ishonlari hammalari shu Jamshidbek hamkina. Shu. Shipperning novesini postina yarısı ina Jamshidbek hamki kelaverasizlar g'azovatlar. Bunda 9'a 4'lük strapil var. Bahası 80 ming so'm. 6 metrlik bu. Sifatine yaxşı. En zoru. Bunda 25 joy bastıradi 6 metrlik narsa. Joy bastıradi oluşalar üçün. Bahası 240 ming so'm skidkada. Az bazarda 260 satib qilaveradi. Bam shu narsa axir. Avar, hammasi bir. Ina. Kelaverasizlar. Endi xudo xolasa nasib etsa video davomida endi shipperlarni ham o'tib ko'ramiz. Ina, darvozadan kirib kelasizlar adresini. Darvozadan kirasizlar, kirganning chap oynasizlar. Endi darvoza turibdi ina. Ya darvoza, yani shu yerdan girdingizlar. Shundan kirgandan keyin sразу chap aylanasizlardan ikkinchi naviz, yani birinchi naviz. Endi yana ikkinchi navizni teyinda o'zi Jaloliddin Jamshidbek ham kutib oladi, xudo xolasa. 4 metrlik arzon reklarimiz var. 5'e 3'lük reklar. Bahası 4,5 ming so'm. Ha. Endi bunda şifrlarimiz var. 60 ming so'mdan. Urgut, Samarqand, Urgut narsa zavodlarning şifri, eng sifatlisi 60 ming so'm. Aziz şifrlarimiz. Bunda yana 4 metrlik taxtalarimiz var. Bular garantiyami bular endi? 100%. Ko'p odam sinadi shipper, boshqa deb og'ir olib ketadidim deb. Eng zo'ri ishi ikkisi. Quasay bilan Urgut. Tugutdik, ha? Azarbek, bunda yana optim olaman deyarlar uchun yana 10 paçkamiz turibdi. Shu zavodniki han kesdi. Ina. Qalınlıqını görsangiz 207 gösterdi. 207 qalınlığı. 13,5 207 deyani. 58 ming so'mdan beramiz. Bu haqda hech kim bermaydi. Optim bahodan beramiz. Tayyor turibdi, to'g'ri. Apartga qo'yadilar. Borib qo'yib qo'yaveradi. 58 ming so'mdan. Suv o'ynarsa. Ha. Nechalim bo'lsa, Ya, hammasi bor. Hammasi, ha? Mana. Taxta bozorda yana Jamshidbek hamina o'zimizni yaratishlayna. Xudo xolasa. Xudo xolasa xizmatda. Hammani kutib qolamiz. Endi bizlar odamimizni aytib kelsa ham bir qo'shib beradigan narsalar bor axir. Albatta. Xudo xolasa. Yana bir gap, Shajarbek 10 millionlik savdo etilsa, dastavka mut. Ha, dastavkasi, ha? G'azovat, Qo'shko'pir, Ruiz Qo'shko'pir amut. Dastavka. 10 millionlik savdo etiladigan bo'lsa, Xudo xolasa nasib etsa. Shunda bir uyi shipper pol patolog atadigan bo'lsalar, mut bo'ladi ekan, dastavka olib borib berishi. Mana. Atari shu o'rtada bozor kelgandan keyin posredniklar va o'rtakashlar va shular tushgan masala bo'ldi. Birinchi qo'limiz biz egasimiz taxtalar. O'zimizni elat tashlash asosida dimi yaxshi qaytda. Bo'lsa elatimizda bo'lsa ham. Albatta. Bizlarni telefon nomerlarimiz bizlar bilan bog'lanish uchun 91 862 22 12 Jamshid Hamma nomeri, 90 719 82 81 men nomerim. Instagram tarmoqlarimiz ham bor. Video ostida joylab qo'yamiz Instagram profillari. Yana ham kelishtirib turibdi aloqalarimiz bo'lsa, shu elatimizda bo'lsin, kelaverasizlar, Xudo xolasa nasib etsa. Videoni Instagram, Telegram, Odnoklassik YouTube'ga tashlaymiz. Bemalol ko'rib, Xudo xolasa kelaverasizlar. Adresni yana bir tushuntirib o'tamiz sizlarga nasib etsa. Adresni ko'rsangiz teyna. Taxta bozor ina. Darvozasi. Darvozadan kirib kelasizlar. Girgandan chap aylanasizlar.
ikkinchi novesni teyinda turibdilar yana. Mana zavoddan kelganning birinchi shkolina. Jamshidbek og'amiz, Jaloliddin og'amlar shu yerda kutib oladi sizlarni. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Hammani kutib qolamiz.